Korli şəhərlik Cexi idarəsi tərəfindən 3 noyabr günü tarqıtılğan bir tutuş buyruğunda bu yıl 54 yaş kirgan atalmış qaşqın cinayətçi Mahmud Moydinning aslida Korlining qar yulg'un yesiga nopuslik ekanligi qayd qilingan. Uqtirishda uning xatarlik jinoyatchi ekanligi tilga ilingan bo'lsa-mu, qandaq jinoyat o'tkazganligi bayon qilinmagan. Uning qechib yurayotganligi tilga ilingani, lekin qayerdan qochganligi tilga ilinmagan. Ammo uqtirishda uning usti-beshi tasvirlanganda ichiga mahbus kiyimi kiyganligi bildirilgan. Shunga biz telefon ziyoratlarimiz davomida Mahmud Moydinning qaysi turmadan qochganligini nuqtaliq so'radik. Mahmud Moydin 这在逃的这个车吗？在逃这个，你知道，现在我们这边在跟那个内部单位在协调这个排查这个人。Korli temir yo'l saqchixonasining bir xodimi Korlida bir qochqin jinoyatchini izlash operatsiyasining davom qilayotganligini oshkorildi. 你知道是吗？从哪一个监狱逃的？这个是我们那个领导已经跟内部单位就是沟通，一直现在正在排查，就是所有的角落，单位的内部阴暗角落这些的。Mazkur saqchixonadagi yana bir xodimmi o'zining mazkur delodan xabari borligini tilga oldi. 喂，你好。你好。这在逃的这Mahmud Moydin的情况怎么样？现在这个案件呢？我们这是快乐铁路派出所啊。你们知道这是什么？这个他从哪一个监狱逃的？因为我们这儿没有储存你这号码，有些话我们不能直接说。我问的是一个起码的一个信息，他从哪一个？所有的信息是有这些制度的，我们这是路点，涉及工作机密的。这个不是国家秘密，在广播上有报道，从哪一个监狱逃出来的 Mahmud Moydin， 你知道不知道？我们这个知道，这个已经通到我们公安所了，不能像你这样直接来汇报。因为我们是没有你这个电话号码的。Korli bozorlik saqchi xodimining oshkorlashicha, mazkur delo sodir bo'lgani 10 kundan oshgan bo'lsa-mu, atalmış jinoyatchi texi tutilmagan. Qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Yaxshi. Qanday Mahmud Moydindan xabar bormi, tutildimi? Bala qaysi turmadan qochgan? Biz turmaning o'ziga telefon qilaylik. Qochgan turmiz qaysi? Sizning anlig'ingiz nimamiş deydi? Sizning bildiğiniz nimamiş deydi haqida bilgan siz nima uchun vazifa tutdingiz? Vazifangiz nima bilgan sizdan? 24 saatlik personelki amallig'ini qilgan vazifam bor. Shundaymi? Buni deb Mahmud Moydin haqida qanday kallangizni tayyorlik bor? Hammasi necha kun bo'ldi bizga vatkil. Qancha kun bo'ldi hozir sizning qulog'ingiz turayotgan turayotgani? Bir hafta qolganda. Qochgan turmiz qaysi turmiz? Qochgan turmiz qaysi? Yuqorqi xodimlarning bayonlaridan oshkorlangan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, doiralar mazkur delo sodir bo'lgandan keyin deloni yangicha bartaraf qilishga tirishgan, ammo muvaffaq bo'la olmagandan keyin deloning bir qism uchurlarini oshkorlashga majbur bo'lgan. Oshkorlagandimi, atalmış jinoyatchining nadan qochganligi qatorliq xalqlik uchurlarni yanada davlat maxfiyatligi qatorida sir tutgan. Tutish buyruqida Mahmud Moydinning Korlining qora yulg'un yeza Bağcıg'da kentiga nopuslik ekanligi qayd qilingan. Biz Mahmud Moydinning kimligini aniqlash uchun qora yulg'undagi aloqador xodimlarga telefon qildik. Bir kanat amallik mudirining bayon qilishicha, Mahmud Moydin to'plashib qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanish bilan ayblanib, 17 yillik kesib o'tilgan. Qanday bo'ldingiz, yaxshimi? Yaxshi. Mahmud Moydinning ahvoli haqida bir ma'lumot egallayotgandik. Bu sizning xizmat munosabati bilan shu yoq bilan bir ko'rishga vaqtingiz bormi? O'sha amallik mudiri bo'lish sifatingiz bilan. Yo'q. Sizlarning kanatning ishxonasi bilan u Bağcıg'ning araligi qanchalik bor? Bağcıg'ning araligi 7 kilometr kelarkan. Bu biz tanishsizlar, shundaqmi? U yoq bilan tanishsizlar, bilasizlar. Tanishimiz. Bu endi hozir sizning alg'ininglar bu zodi bu nimaniki delos qanday delo, shu Mahmud Moydin haqida nimalarni bilsizlar, nima deb oldinglar? Mahmud Moydinni qochqin jinoyatchilar to'g'ri chiqadi, endi bu burun kesilganimizda bu qochqin jinoyatchilar chiqibdi. Qancha yillik kesilgan burun? Bu nima sababdan kesilgan? Nima ish bilan, qanday jinoyat bilan? Siyosiy bu jamiyat tomonligi yig'ib xilaf qilgan degan jinoyatdan kesilibdi. Masalan, qaysi jihatdan jamiyat amalliqqa qanday xatar yetkazibdi? Masalan, bir qarshilik ko'rsatgan shu ekan, saqchilar kelganda. To'plashib, faoliyat qatnashgan shu. Mazkur xodim Mahmud Moydinning Korlidagi 29 tuman turmasida jazo muddatini o'tayotganligi va shu yerdan qochganligini tilga oldi. Tutildi deb anladingmi? Tutulmadi debmi? Hozir bildigininglar nima? Yo'q, tutildi deb anladik-ku.
Kenette içilgan jığılıda tınağılığını alaçı. Qayadan qışıptı, Qashqayar qayakken. Ko'rmadim abi, nimada 29 kunda bir turum borkan, burum şariyat. Ha, jazo muddatini shu 29-tufanda o'tayotgan, shundaqmi? Voy, yo'l ustidagi bir turummi emasmi? Aşı nima, aşı 29 kundagisi shu yoqdan qolib, yo'lda ketib qolib, ko'rindi o'ra ishlayotgan ishlarga yer. Ya'ni shu jig'inda sizning shu jig'inda ag'anag'ingizda bu shu 29-tufanda turmusdan qochgan, shunaq bo'lamdi. Növbet korulda 3 turmi bor bo'lib, bulardan ikkisi Xitoyning ishlab chiqarish qurilish armiyasining 1-diviziya 28 va 29 tuvanlarga, yana bir bo'lsa, Korluning sanoat taraqqiyot rayoniga joylashgan. Navbatda Mahmud Mo'ydinni tutish operatsiyasiga hamkorlashayotgan qora yulg'indagi bir oila komist xodimi o'zlarining to'xtamay chorlashib borayotganligini tilga olish bilan birlikda Mahmud Mo'ydinning aslida 17 yillik kesib etilgan bir mahbus ekanligi va uning 29 tuvan turmasidan qochganligini ta'kidladi. Ama bir oila komistimi ama qora yulg'indiki. Ama Mahmud Mo'ydinni tutish ishlariga hamkorlashyapsizlar sizlarmi? Maşa çarlaş hem de maxsusmuş Mahmud Mo'ydindan kim bo'lgan çarlaşmı ya onun aldırın var mı? Onun aldırın var ki mana mayında şuma uqtirishni qiladigan Kuchet tanlama ha. Ha endi hozir bu Mahmud Mo'ydindan ki bu uqtirish kagini qancha kun bo'ldi sizlar qo'lingizga kagini? 10 kunda shu boshqa Shu qancha yillik kesibga Mahmud Mo'ydin shu 2017-yilda tutilgan chig'ida. 17. Jazomizni qayerda o'tayotgan? Bu aqturash bu tutish hozir asosli qayaga markazlashib ipirilyotdi. Qashqan turmush shu yerdagi turmiki. Xitoyning tutish buyrug'ida Mahmud Mo'ydinning oila ahvoli haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqori uchurlardan Mahmud Mo'ydinning Uyg'ur elida 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda tutilganligi va ig'ir kesib etilganligi va turmushchilikka qabohatli hayotni ko'rgandan keyin o'zini o'limdan qutqizishga uringan bir mahbus ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Ammo uning turmadan yolg'iz yoki boshqalar bilan birga qochganligi va qanday qochganligi hozircha ma'lum emas.